Assalomu alaykum do'stlar. Hozir biz o'sha qurilish obyektga kelganmiz. Biz bu yerga ijaraga apalka berganmiz. Ana bu yerda usta Ilhom degan usta bilan mana mayka deb keldik. Ilhom aka, aytыңыз, bunun koreyska apalkaның mana kolоннаga qo'yib o'tasizlar, stenaga qo'yib o'tasizlar. Qanday plus jaqlari bor, qanday minus jaqlari bor? Mana siz ko'pdan beri stroykada qancha yildan beri ishlaysiz? O'zingiz o'yingizni aytsangiz. Mana elga. Assalomu alaykum tuganlar. Bu apalkani nimasi plus tomonlari qanday markada kelgan bo'lsa 300 markada kelsa 300 mani saqlaydi-da. 300 markani saqlaydi. Ana nimdoni saqlaydi, paneli sipsidan chiqadi. Undan keyin buni masalan tekis chiroyli qilib qo'ygan bo'lsam, shikaturga qilish ham shart emas. Shpoglovka tortuvlar shunday nima qilib qo'ysang bo'ladida. Undan keyin mana bu yoqda nima qilyapmiz mana? 300 Mana stenaga qarangizlar. Stenani ko'rsatsalar, mana stenani mana 3 metrni quydik mana. Hech qanaqa bir 2 sm razницасы bo'lishi mumkin, qolgan tekis shunday siydam chiqadi-da. Do'stlar, mana o'zingizlar uqdingizlar, Ilhom akaning o'sha ustaning so'zini. Mana betoningizlar hech qanday markasi o'zgarmaydi. Qaysi markada qursangizlar o'sha marka qoladi. Fundamentingizdagi shunday chek-chegan, gladkiy bo'lib, so'nim bo'lib chiqadi do'stlar. Kimga shunday xizmatlar kerak bo'lsa, байланыш nomerlariga chiqaversangizlar bo'ladi. Ustalar kerak bo'lsa da байланыш nomerlariga chiqaversangizlar bo'ladi. Всем assalomu alaykum. Biz xizmatda.